Bolada yod yetishmasligi haqiqatdan ham aqliy rivojlanishga ta'sir qiladimi yoki SDVga haddan tashqari ko'p qo'yilyaptimi? Oxirigacha ko'ring, bu juda muhim. Bugun ko'pchilik ota-onalar bir xil muammoga duch kelmoqda. Bola diqqatini jamlay olmaydi, tez chalg'iydi, bir joyda uzoq o'tira olmaydi, asabiy. Bu darhol tashxis SDVga, diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi. Lekin savol tug'iladi, nega bu tashxis hozir shunchalik ko'payib ketdi? Avvallari bu darajada ko'p uchramas edi. Muammo faqat psixologiyada emas, ko'p hollarda bu holat yod yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yod qalqonsimon bez uchun juda muhim element. U bolaning miya faoliyatini, xotirasini va diqqatini boshqaradi. Yod yetishmaganda bola tez charchaydi, diqqatini ushlab tura olmaydi, o'qishga qiziqishi pasayadi, xotirasi zaiflashadi va bu holatni noto'g'ri tushunib, darhol SDVga deb baholash mumkin. Lekin aslida organizmda oddiy mikroelement yetishmayotgani bo'lishi mumkin. Shuning uchun shoshilib tashxis qo'yishdan oldin bolaning ovqatlanishiga e'tibor bering, yod darajasini tekshiring, qalqonsimon bez holatini ko'ring. To'g'ri yondashuv to'g'ri natija beradi. Sog'lom bola e'tiborli bola. Agar siz ham bolangizda shunday belgilarni sezgan bo'lsangiz, avval sababini aniqlang, keyin xulosa chiqaring.